xotin aytayaptiki, men hech narsa qilganim yo'q, o'zidan o'zi so'kaveradi, o'zidan o'zi uraveradi deydi. O'zidan o'zi so'kinadi, o'zidan o'zi uradi meni deydi. Kelin, hech narsa qilmadingizmi desa, "Yo'q, hech narsa qilganim yo'q men" deydi. Hech narsa qilganim mana deydi. O'zidan o'zi urishaveradi, o'zidan o'zi so'kinaveradi, o'zidan o'zi uradi deydi. O'zidan o'zi shuna ishladi, o'zidan o'zi so'kinib, o'zidan o'zi uradigan bo'lsa, eris nenormalniy ekan-da, jinni ekan-da bu dedik. Tomi ketgan jinniga tekkanmisiz desam, "Yo'q" deydi. Nimaga bo'lsa o'zidan o'zi unaqa qiladi dedim. O'zidan o'zi hech narsa bo'lmasa kerak dedim. "Yo'q, o'zidan o'zi qiladi, men aybim yo'q" deydi. Qarang dedim. Qarang. Eris ishdan keldi. Ikkovlar o'tiribsizlar, eris yaxshi ko'rgan ovqatni pishirdingiz. Mazza qilib ovqat yeb, Navo kanalida televizor ko'rib o'tiruvdinglar. Serialni ko'rib, televizor ko'rib o'tiruvdinglar. Eris, onasi juda ovqating shirin bo'pti, rahmat, qo'ling dard ko'rmasin dedi. Ikkovlar gaplashib o'tirib, to'yimizga ham qara 10 yil o'tdi-ya deb turib, menga qara onasi, sen urib itdan tarqagan palonsan, to'kunsan deb o'zidan o'zi urib so'kindimi sizga dedim. Qo'ydim seni, ajrashamiz, tur yo'qol dedimi o'zidan o'zi dedim. Ovqatni zo'r qilsan, uy toza ekan, hamma yo'q zo'r ekan, nimaga sen uning chiqmaydi deb turib sizni ajrashaman deyaptimi o'zidan o'zi dedim. Desam, yo'q deydi. Bir narsa bo'lgandir, bir iskira chiqqandir bir narsa. Shu janjalga sababga. deb surishtirsak, o'zi ana kelin boru, erni mashinaga olib kelib yuborgan. Erkak kishi og'ir bo'ladi. Ko'chadan yana jaq qilgan. Er charchab kelgan. Nargoxonaga kirgan, orqasidan kirib jag'illargan. Oshxonaga kirgan, oshxonada ham tinch qo'ymagan. Zalga kirgan, zalda ham tinch qo'ymagan. Koridorda ham tutib olib jag'illargan. Erkak uningni o'chir degan o'chirmagan unini. Og'ir erkak mashinaga toqati tog' bo'lgan. Ko'chaga chiqib ketaman desa, "Ha, qochib ketyapsizmi?" degan. Oxiri keyin urish janjal chiqqan, keyin so'kingan, keyin hamma ish bo'lgan. Yana hech narsa qilmadim men deyapti. Ular hamma ishni qilib bo'lgan. Hamma ishni qilib bo'lgan. O'shuning uchun aytaman, ayollar, jin shukr, sabr. Mo jag'di tiyinglar, jag'di.